Ishtixon Oxunboboyevda bitta ishchamiz tugatdik. Ikkita kirish joyi o'shani oldiga qo'yildi. Liniyalari bitta liniyada bo'ldi hammasi. Balandligi 3.60 bo'ldi. Uyda ichlarini proyektiga yaxshi dahshat qilingan. Mana bu boshdan ko'rinishi. Hammasi bitta liniyada. Uyda bunaqasiga liniyasi ham bitta liniyada qurilgan hammasi. Uyda ichki devorlari bilan bitta liniyada hammasi. Kimga shuna xizmat kerak bo'lsa, qilib beramiz, sifatli qolib kerak bo'lsa, uni ham qilib beramiz. Maksimal darajada O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Sababi bizdan qolib olganlar juda ko'p. O'shalar nomerlarini berib beramiz, o'shalar qo'yib beradi. Siz vodiydamisiz, Surxondaryo, Qashqadaryomi, Buxoromi, Samarqandmi farqi yo'q. Telefon qilsangiz sizlarga mana shu qoliplar bilan chiroyli qilib bergan ustalar nomerlarini aytamiz. Bitta liniyada bo'ldi hammasi. Naryoqda uyda egasi ham maza qilyapti ko'rib. Tepalari bilan. Mana. Armaturalar to'qib tashlangan hammasiga.